Alo, Allo. Ikrom aka, assalomu alaykum. Va alaykum salom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zing yaxshimisan? Sizga bitta muhim gapim bor edi. Bugundan boshlab meni boshqa epizodda qilmang. Boshqasini yaxshi ko'rib qoldim. Nima? Tushunmadim. Osmondan yog'gan yomg'ir uni menga eslatdi. Qolgan bitta xotiram qayta aylanib, bu yomg'ir ostida sevgim parcha xil. Ravo ko'rdi bularni, yana o'sha shum taqdir. Bir so'z demay ketdimi, o'z baxtiga yetdimi? Qoldi dilimda savol, bo'ldimi sevgi uvol? Yana bugun yog'moqda, seni menga eslatdim. Shirin o'tgan kunlarni, nega ular qumsatdir? Osmondan yog'gan yomg'ir uni menga eslatdi. Qolgan bitta xotiram qayta aylanib, bu yomg'ir ostida sevgi parcha xir. Ravo ko'rdi bularni, yana o'sha shum taqdir. Bu so'nggi uchrashuv ketar qarab ortga, yana qayta to'qnashuv, umid sonni ortgan. Ayt bizlar begona, yuragim ketdi yona. Kimlar bilan ovora, qalbimni qildi pora. Buni kamiz nachora, urur dedi yolg'orma. Endi bizga begona, o'zga oshiq parvona. Foydasiz so'zlar deya qilma meni vayrona. Sendan zo'ri mavjud, his qilmoqda jalol. Yomg'ir yog'avermayin, sorabuda kuymoqda, muzdek tomma. Yondi yurak, uni sondir.